16-asr boshlari. Movarounnahar tarixida yangi davr boshlanmoqda. Temuriylar sulolasi tanazzulga yuz tutgan, siyosiy sahnaga esa yangi kuch Shayboniylar chiqmoqda. Ana shu murakkab va keskin pallada shoir, tarixchi Muhammad Solih qalami bilan bitilgan asar paydo bo'ladi. Bu Shayboniy noma. U yangi sulolaning tarixini, uning hokimiyatga kelish jarayonini epik ruhda bayon qilgan nodir manbadir. Bu voqealarni Muhammad Solih o'z asari Shayboniy nomada qalamga oladi. Muhammad Solih bu o'zbek adabiyot tarixidagi o'ziga xos o'rni bo'lgan bir ijodkorlardan. Bu ijodkorning hayoti juda murakkab kechgan. Buni endi bobolaridan boshlash kerak gapdi. Buni bobosi Amir Shoh Malik Amir Temurga juda katta xizmatlar qilgan. Amir Temurning katta amirlaridan bo'lgan. Uzoq yillar uni harbiy yurishlarda qatnashgan, uni o'sha ishonchiga kirgan ulug' amirlardan bo'lgan. Amir Temur vafotidan keyin Shohruxga ham juda katta xizmatlar qilgan. Bilamiz, Shohruh otasining vafotidan keyin, Amir Temur vafotidan keyin hokimiyatni olish uchun 4 yil, 5 yil davomida o'zini jiyanlari bilan urushib, juda bir qon kechib yurib hokimiyatni qo'lga kiritgan. O'sha yillarda Amir Shoh Malik, ya'ni bu Muhammad Solihning bobosi juda katta xizmatlar qilgan va Shohruxni ham nazariga tushgan. Va Shohruh unga to'liq ishonib, o'sha qilgan katta xizmatlarini munosib taqdirlab, Xorazmni unga bergan. Xorazmni boshqarasan, Xorazm senga deb bergan. Umrini oxirigacha Xorazmni boshqargan. Uncha-muncha kamchiliklardan Shohruh Mirzo o'sha muqaddam xizmatlari uchun ko'zini yumgan va u vafot etgandan keyin uni hurmatidan o'g'lini Xorazmga hokim qilib qo'ygan, Nursaidbekni. Bu Nursaidbek shu Muhammad Solihning otasi bo'ladi. Lekin bir yomonda bir yaxshisi bor degandek, Muhammad Solih shu og'irchilik yillarida ilm o'rganadi. Abdurahmon Jomiyda ham tahsil oladi. Boshqa katta allomalarning qo'lida ta'lim olib, yetarli bir ilm tahsil qiladi va tabiiy endi o'zi bir lavozimdagi katta bir hokimda, amirda o'g'li bo'lganligi uchun Temuriy shahzodalarning xizmatiga kiradi. Kirib yuradi, lekin bu paytda endi Temuriylarda sulolasining inqirozi boshlanib qolgan edi. Bu yoqda Turkistonda Dashti Qipchoqda Shayboniy ham kuchayib ketayotdi. Temur hech qanday bir mirzolardan yaxshilik ko'rmadim va nima endi qilaman, nima qilayin desam, bular o'sha yangi Chingizning naslidan bir xon chiqyapti, o'shani oldiga borgin deb maslahat berishdi. Shuning uchun deydi, men Shayboniy xonning xizmatiga keldim deb aytadi. 1490-yillarda oxirlar 98-99da bu Shayboniy xon Samarqandga olgan paytda Shayboniy xonning huzuriga kelib, o'zini xizmatini, itoatini izhor qiladi. Shu bilan Shayboniy xonning xizmatiga kiradi. Tabiiy endi o'zi shoir bo'lganligi uchun shoirning vazifasi nima qilish? She'r yozish, o'sha hukmdorga o'zini qo'lidan kelgancha qalami bilan xizmat qilish bo'ladi va shu bilan bu xizmatini boshlaydi va Shayboniynoma dostoni yuzaga keladi. O'rta Osiyo tarixida juda ko'plab xoqonlar, xonlar, podshohlar, juda ko'plab davlat arboblari o'tganligi bizga ma'lum. Shulardan biri Shayboniy xon. Shayboniy xon haqida ozgina qisqacha ma'lumot berib o'tsak, Shayboniy xon O'rta Osiyo va Turon hududida davlatchilikning rivojiga munosib hissa qo'shgan va nurab borayotgan davlatni birlashtira olgan tarixiy shaxs, davlat arbobi sifatida bizga ma'lum. Shayboniy xon ham mohir sarkarda, olim, shoir, din arbobi, davlat arbobi sifatida tarixda iz qoldirgan. Ayniqsa Shayboniy xonning davlat arbobi sifatida tutgan o'rni juda katta ahamiyat kasb etadi. Chunki aynan 15-asrning oxirlarida parchalanib borayotgan Movarounnahar davlatini qayta qurishga, ularni birlashtirishga o'z hissasini qo'shgan hukmdorlardan biri hisoblanadi. Asar Shayboniylar sulolasining ildizlaridan boshlanadi.
Shayboniyxon Chingizxon avlodidan bo'lib, Abul Xayrxonning vorisi hisoblanadi. Abul Xayrxon davrida ko'chmanchi o'zbek qabilalari muayyan siyosiy kuchga aylangan edi. Ammo uning vafotidan keyin bu kuch tarqalib ketgan edi. Shayboniy nomi asarining markazida Muhammad Shayboniyxon shaxsiyati turadi. Muallif uni faqat harbiy sarkarda sifatida emas, balki davlat barpo etuvchi, siyosiy irodali hukmdor sifatida tasvirlaydi. Asarda Shayboniyxonning yurishlari, zafarlari, raqiblari bilan kurashi, ayniqsa Temuriylar bilan bo'lgan to'qnashuvlar keng yoritilgan. 15-bobdan kitob nazmining sababi beriladi va bunda o'sha Shayboniyxonning Temuriylarga qarshi kurashi, Temuriylarga bo'lgan munosabati bayon qilinadi. Bunda Shayboniyxon o'sha Temuriyzodalarga qarshi ixtiloflari ko'pincha aytiladi. Bunda Muhammad Solihning o'zi haqida ham ma'lumot beriladi. Muhammad Solihning otasi Temuriylarga xizmat qilishi, Husayn Bayqorada saroyda xizmat qilganligi va bu jarayon paytida o'sha otasining muruvvat topmaganligi, Temuriylardan aziyat chekkanligi orasida ixtiloflarning paydo bo'lishi, otasining o'sha Temuriylar tomonidan qatl etilgan voqealari qalamga olinadi va o'sha Muhammad Solihning o'zi yoshligida qiynalgan kunlari, qiyinchilik chekkanlarini, yetim o'sganligi haqida ham juda ko'plab ma'lumotlar berilgan. Shayboniynoma dostonida bir yoqlama talqin qilinadi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Temuriylarni qoralash joylari ko'p uchraydi. Temuriylardagi salbiy tomonlarini ko'p ochib berishga harakat qiladi Muhammad Solih. Bu davrda masalan Temuriylarning aysh-ishratga berilib ketganligi, ota-bola, aka-uka o'rtasidagi toj taxt uchun bo'lgan kurashlar jarayoni aks ettiriladi. Buni bo'rttirib tasvirlab desak mubolag'a bo'lmaydi. Sal bo'rttirilgan, bir tomonlama talqin qilingan, jang manzaralari aks etgan bu yerda. O'sha Temuriylar bilan bo'lgan Shayboniylar o'rtasida, ikki sulola o'rtasidagi qizg'in janglar, o'sha janglardagi bo'lgan voqealar real aks ettirilgan. Masalan, qamal haqida, Samarqand qamali, 6 oy Samarqand qamali, bu yerdagi odamlarning ocharchilikdan shishib ketganligi, masalan, tashqarida hamma nozu ne'matlarning borligi haqida bir madh etadi Muhammad Solih, ichkarida esa vayronagarchilik, odamlarning ochlikdan shishib ketishi, ularning hatto yeyishga non topmasligi misralar orqali ochib berilganda, asarning qolgan 60 bobi, o'zi 17-bobdan asarning asosiy voqealari boshlanadi. Qolgan 60 bobi o'sha Shayboniyning o'sha Temuriylar o'rtasidagi jang jadallar aks etgan parchalar bilan berilgan, misralarda berilgan. Bu boblarda 1499, 1500-yillardagi voqealar, 1505 va 1506-yillardagi voqealar, real jang voqealari qalamga olingan. Hech qanday bo'rttirishsiz o'sha real voqealarni ko'ramiz, tarixiy voqealarni ko'ramiz bu jarayonda. Mana shu ikki sulola o'rtasidagi jang jadallarda Muhammad Solih o'sha voqealarni o'z ko'zi bilan ko'rgan, o'zi shohidi bo'lgan. O'zi o'sha ko'rganligi uchun bu asar yaratishda o'sha voqealarga tayangan, real tarixiy voqealarga. Buni Bobirdnoma bilan qiyoslaydigan bo'lsak, Bobirda xolislikni ko'ramizda. Xolisona nima qiladi Bobir? Birovni qoralab tashlamaydi Bobirdnoma asarida. Shayboniyxonning ham yaxshi tomonlarini, uning bir yomon tomonlari bilan birga xolis turib real aks ettirsa, Shayboniynomada bir yoqlamalikni ko'ramiz. Bir yoqlama talqinni ko'ramiz. Faqat Temuriylarning Bobirga nisbatan ham yaxshi fikrlar aks etmaganda Shayboniynoma asarida. Bundan bir yoqlamalik ko'pincha talqin qilingan. Meni qiziqtirgan narsa shu baribir shu Temuriylar bilan bo'lgan munosabatlari, Boburning tog'alarining shijoatini Muhammad Solih ham tan olib aytgan. Shu Sulton Mahmudxon bilan Sulton Ahmadxonning shijoatlarini nima qilgan, Toshkentda olinish voqealari, Toshkentda olinishdagi o'sha Mo'g'ulxonlar bo'lganda ular, Bobur tog'alari bo'lgandan keyin Mo'g'ulxon bo'ladi-da. Yunusxonning o'g'illari endi bu. Yunusxon Boburning bobosi bo'lgan, ona tomonidan bobosi bo'lgan va tog'alari demak o'sha Yunusxonning o'g'illari bo'ladi. Bular o'z aslida Shayboniyxon ham Chingizli shahzoda bo'lgan. Demak Chingizli shahzoda bilan Chingizli shahzoda urushganda, to'g'rimi? Lekin farqi
Yunusxon Temuriy shahzodalari bilan qarindosh bo'lib ketganda, misol uchun Yunusxonni o'zini Boburning bobosi olib kelib Toshkentga berib, Toshkentda hokim qilib qo'ygan Umar Shayx Mirzo. Va Sulton Abu Said Mirzo olib kelganda juda hurmat qilgan va Sulton Ahmad Mirzoga bitta qizini olib bergan. Umar Shayx Mirzoga bitta qizini olib bergan. Demak, Temuriy hukmdorlar bilan u Yunusxonning o'rtasida juda nima deydi, qarindoshlik aloqalari bo'lganda. Shu jihatdan bo'lsa kerak, Shayboniy xon u Yunusxonni farzandlariga rahm qilmaydi, ular bilan urushadi va ularni Toshkentga olib o'zlarini qatl qilib, o'g'illarning ham hammasini qatl qiladi. Endi tarix shunaqada. Tarixga qarasangiz, shunaqa bir voqealar, qonli voqealar ko'p bo'lgan. Hokimiyatga kelgandan so'ng Shayboniy xon davlatni markazlashtirishga kirishadi. Asarda davlat boshqaruv tizimi, amirlar vakolati, soliq siyosati va harbiy ma'muriyat haqida batafsil ma'lumot berilgan. Bu asar shunchaki tarixiy solnoma emas, u epik doston uslubida yozilgan. Muhammad Soliq voqealarni badiiy ifoda bilan qahramonlik ruhida bayon qiladi. Jang sahnalari, sarkardalar nutqi, g'alaba va mag'lubiyat onlari she'riy obrazlar orqali jonlantiriladi. Shu bois Shayboniynoma tarix va adabiyot chorrahasida turgan asardir. Bu doston 15-asr oxiri, 16-asr boshlaridagi o'zbek adabiyotini, o'zbek tilini bir yozma yodgorligi sifatida mo'tabar. Bu kitobga chet el olimlari ham katta e'tibor berishgan. 19-asr oxirlarida German van Beri buni Venada nashr qildirgan. Va shu nashr asosida rus olimi Melyaranskiy buni o'zini matnini va bu yog'ida tabdilini nashr qilgan. Keyinchalik 1961-yilda Nasrulla Davron o'sha 1905-yilda nashr bo'lganda Melyaranskiy nashri, Rossiyadagi nashri. U hozir ham ilk kutubxonalarda mavjud u. Bu yoqda o'sha matni bilan birga 1961-yilda Nasrulla Davron nashrga tayyorlashdan Muhammad Soliq Shayboniy asarini o'sha Melyaranskiy nashridan foydalangan. Asarning muallifi, ya'ni Muhammad Soliqning o'z qo'li bilan yozgan nusxasi bizgacha yetib kelmagan. O'sha shoir tiriklik davrida 1510-yillarda topilgan Kosim Kotib degan o'sha kotib tomonidan yozilgan nusxasi Venada saqlanadi hozirgi paytda. Asar 76 bob va 8902 misradan iborat bo'lib, asar an'anaviy hamd, Alloh taolaga hamd sanolar, nat, munojot bilan boshlanadi. An'anaviy uning aqli, ilmi, faqir fe'liligi va halimligi haqida juda ko'plab ma'lumotlar bergan. Qiroati, tabidan tortib, u o'zi bilan ushlab yuradigan o'sha qurol aslahalarigacha, uning kiyimigacha, saxovati, karamidan tortib, juda ko'p fe'l atvor haqida ta'rif tavsif beriladi dostonda. Asarda Shayboniy xonning harbiy yurishlari alohida o'rin tutadi. U Xorazm, Xuroson va Eron hududlariga bir necha marta yurish qiladi. Shayboniy xon Xorazmga yurishni rejali va ehtiyotkorona amalga oshiradi. Avvalo u mahalliy zodagonlar orasida kelishuvlar o'rnatishga harakat qiladi. Keyin esa harbiy kuchdan foydalanadi. Muallif Xorazmga yurish davlatni iqtisodiy jihatdan mustahkamlashga xizmat qilgani ta'kidlab o'tadi. Yana shu o'rinda ta'kidlab o'tish kerakki, asar masnaviy shaklida turkiy tilda yozilgan. Bu esa uning ahamiyatini yanada oshiradi. Muhammad Soliq turkiy tilni davlatchilik va tarixni ifodalovchi adabiy til sifatida qo'llaydi. Shu orqali u yangi hukmron sulolaning asoslarini ham shakllantirishga xizmat qiladi. Mana bu asarni o'qiganimda ta'sirlantirgan voqea, o'zim Xorazmlikman. Urganch qamali, o'sha Xorazm qamaldagi eng og'ir
endi bu gapni real tarix-ku, baribir aytmasdan ilojimiz yo'q. Shu qadar o'zi Shayboniyxonning taktikasi ham juda ko'p qamal qilgan, bilasiz. Juda ko'p shaharlarni qamal vositasida o'sha bo'ysundirgan. Bu Urganch qalasi shu qadar bir nima bo'lganki, o'zi ham Muhammad Soliqning o'zi ham maqtanib aytganda gapiradi. It go'shti, eshak go'shti, mushuk go'shti yeyishga ham majbur bo'lishdi odamlar degan joylari juda nima qildi. Hatto don, dun o'sha yeyishga hech nima o'sha qal'aning ichkarisida qolmaydi. Tashqarida mevalar farovon edi deydi, bisyor edi deydi. Yeyish, ichish hamma narsa tashqarida qolgan. Ekin-tikinlar odamlarning o'sha nima deymiz, yana juda ko'plab o'sha shaharning tashqarisida bo'ladi-ku, noz-ne'matlar, mevalar, bog'-rog'lar tashqarida qolib ketgan. Ular mazza qilib o'sha Shayboniy qo'shinni bog'-rog'larda o'sha mevalardan yeb, o'sha dondunlarni qo'shinni boqsa, ichkari esa vayronagarchilik edi deydi. Buni Muhammad Soliq aytadi, o'zi achinish bilan ham aytgan. Juda ko'p odamlar mana shu Shayboniy va Temuriyzodalar o'rtasidagi urushlar natijasida juda ko'p xalqning qirilib ketishi, vayronagarchiliklarga yuz tutishi, xalqning og'ir ahvoli, bu salbiy oqibatlarda mana xalqimizning buni meni juda ta'sirlantirdi. Hatto o'liklar shu qadar ko'payib ketganki, ularni ko'mishga odam topilmaydi. Va bular natijasida Allohning rahmi kelib, yomg'irning yog'gani, qorning yog'ganini alohida ta'riflaydi va o'liklarga kafan bo'ldi qor deydi. Mana shu qorning kafan bo'lishi o'liklarni o'sha issiqda nima qilib ketadi-ku o'liklar. Bu jarayon menga shu yoshligimda o'qigan paytim juda bir ta'sir qilgan. Buni endi baribir tariximizning nimasi bu, tarixda bo'lgan voqealar, real voqealar qalamga olinganini bilamiz. Lekin bu janglarning baribir o'sha feodalizm davrida, o'sha podshohlar davrida mana shunday janglarni baribir aytmasdan ilojimiz yo'q. Doston Samarqandda olinish voqealari bilan boshlanadi. Samarqandda Shayboniyxonni olish voqealari bilan boshlanadi va Shayboniyxonni shijoat haqida, Shayboniyxonni adolat haqida, Shayboniyxonni xalqqa beradigan kengchiligi haqida, xalqqa mehribonligi haqida, adolat haqida gaplar bilan boshlanadi. Endi albatta bo'rttirishlar bo'ladi. Undan keyin boshqa yurishlari haqida, Shohruxiya, Farg'ona vodiysini olishi, Toshkentni olishi, Toshkentda o'sha paytda Bobur tog'alari bo'lgan Sulton Mahmudxon va Sulton Ahmadxon degan ularni olishlari, ularni jang bilan yengishlari haqidagi voqealar ham ketadi. Muhammad Soliq Toshkentni olishi, o'sha ikkala o'sha Chingiziy shahzodani yengilish haqida juda Shayboniyxonni tavsiflab, ta'riflab beradi. Lekin Boburnomada Toshkentni olib deydi, Shayboniyxon Toshkentni olib, tog'alarimni o'ldirib, uni yosh boy go'daklarigacha, o'g'il nimalariga, beshikdagi bolalarigacha o'ldirdi deb aytadi Bobur. Shunaqa voqealar bor. Keyin Samarqandni olishi, umuman dinga rivoj berishi, o'sha ahli sunnani yo'lini tutganligi, dinni yaxshi nima qilib quvvatlagani haqida yaxshi bir gaplarni gapiradi. Uni shoirligi haqida ham ancha ta'rif tavsiflarni berib o'tadi Muhammad Soliq. Shayboniyxon juda tajribali sarkarda bo'lgan. Turon zaminida uning ayniqsa Bobur bilan bo'lgan janglari haqida juda ko'plab ma'lumotlar bor tarixda. Boburnomada ham Bobur aks ettirgan bu janglarni. Shayboniyning Shayboniynoma asarida ham keltirilgan. Bu paytlarda Shayboniy baribir tajribali, 50 yoshdan o'tib qolgan sarkarda bo'lgan, juda ko'p janglarni ko'rgan, mohir sarkarda bo'lgan. Bundan tashqari shunaqa ma'lumotlar bor. To'pot dedi. To'pot degan nima, ya'ni to'pponcha miltiqdek qurollar bo'lgan Shayboniyxon nimasida. Miltiqdek qurollardan foydalanganligi haqida ma'lumotlar bor. O'sha miltiqlar orqali shu miltiqdek qurollarni bilan qurollanganligi va bu jarayonda yana birinchi nimada mag'lub bo'lgan Shayboniyxon 1501-yildagi jangda, Saripuldagi jangda o'sha Boburni yengadi, bilasiz. Bobur yengiladi. Bunga sabab Bobur yosh va baribir tajribasizlik qilib qo'yadi. Birinchi jang o'sha Bobur tomonidan qilingan, lekin Shayboniyxon 50 yoshdan o'tib qolgan, uning nimalari, mohirligi, uning tajribasi, yetukligi tufayli o'sha qo'shinda to'lg'ama usuldan foydalanganligi haqida ma'lumot bor. Buni yana bir siri bor.
Shayboniy shunday aqlli odam bo'lgan, qurultoylar o'tkazgan Bobur. O'sha qurultoylarda, masalan, katta qurultoylar bo'lgan. Katta qurultoylarda hamma gap ochiq aytilgan, qo'shinning sirlari, qanday jang qilish, lekin kichkina qurultoylar bo'lgan. O'sha kichkina qurultoylarda ochiq, oydin aytilmagan bu narsalar va o'zini sir sifatida qolib, o'zining sarkardalarigina o'sha voqealarni bilgan. Eng ishonchli odamlari. Lekin bundan Shayboniyxon xabar topgan. Bu qandaydir xufiyalar orqalimi Shayboniyxon kichik qurultoydan ham xabar topganligi, shu Boburning o'sha jangda yengilganiga sabab bo'lganligini Bobur e'tirof qiladi. Va yana bir sabab, Bobur jangga kirgan paytda Shayboniyxon ham jangga kirib, uni ayrim hiyla-nayrang bilan, ya'ni 4 tomondan o'sha to'lg'ama usuli orqali 4 tomondan o'sha Boburni qo'shinlarini o'rab olib, har tomondan hujum qilish ham buni o'sha jangda Boburning yengilishiga sabab bo'lgan. Mana shunday jang tafsilotlarini bilsak, o'sha davrdagi o'sha Shayboniyxonning mohir sarkarda sifatida ham e'tirof etishimiz mumkin. Asarda iqtisodiy hayot ham keng yoritilgan. Savdo yo'llari, xususan Ipak yo'li faoliyati tiklangan. Samarqand va Buxoro yirik iqtisodiy va madaniy markaziga aylangan. Shayboniy nomida Shayboniyxon hokimiyati qonuniy va taqdir taqozosi sifatida ko'rsatiladi. Muallif asar orqali yangi sulolaning tarixiy haqqoniyligini asoslashga intiladi. Bu jihatdan asar siyosiy mafkuraviy vazifani ham bajaradi. U xalq ongida Shayboniylar davlatini mustahkamlashga xizmat qilgan. Yana bundan tashqari Buxoroni bosib olgandan keyin Shayboniy va uning qo'shini haqida shunday bir ma'lumotlar beriladi. Buxoroda o'sha qo'shinning talon-taroj qilishi, Buxoro xalqini, shahrini va o'sha xotin-qizlarga bo'lgan munosabat, ularning xotin-qizlarning ham asir qilib olib ketilishi, Buxoro xalqidagi nimalar, real voqealar aytiladi. Qorako'l, Qarshi, G'uzor shaharlari va boshqa joylarda aholining o'sha qo'zg'olonlari, bu qo'zg'olonlarning qattiqqo'llik bilan bosilishi, mamlakatning og'ir ahvolga tushib qolishi bu davrda. Va Samarqandni ham 6 oy qamal qilinish voqealari. O'zi Samarqand bilasiz, shundan siz ham holdan toygan Temuriylar o'rtasidagi kurashlarni aytsangiz, juda holdan toygan bo'ladi Shayboniy bosib olgan paytda. Temuriylarning ketma-ket yurishlari. Sulton Mahmud Mirzo, Sulton Ali Mirzo bizga ma'lum tarixdan juda ko'plab Temuriylar o'sha Samarqandni bosib olaman deb ular o'rtasidagi kurashlar mamlakatni xoritgan, charchatgan bo'ladi. Xarob ahvolga kelib qolgan. Hatto mamlakatda o'sha yeyishga iqtisodiy jihatdan qiynalib qolgan davrda bu davr. Va shuning uchun 6 oy qamal qilinishi, ya'ni Shayboniyning. Va Bobur majbur bo'ladiki, achingandan, o'sha aholini ko'rib achingandan Samarqandni tashlab chiqishga majbur bo'ladi Bobur bu davrda. Va Shayboniyxonning yana qaytadan Samarqandga yurish qilishi, Samarqandni bosib olish voqealari, Andijon, Toshkent, Hisor, Badaxshon kabi davlatlarni birma-bir zabt etish voqealari dostonda real qalamga olingan. Bu davrda o'sha joydagi aholining ahvoli, qiyinchiliklar ko'rib achinib ham ketashdi. Bu real voqealarni ko'rib inson achinib ketadi. Xalqning yana bu o'sha Shayboniyxonga qarshi qo'zg'olonlari ham aks etgan. Bular haqida ham qiziqarli ma'lumotlar berilgan. Bir 1510-yil Shayboniyxon qo'shinlari Xorason orqali Marv yaqiniga keladi. Bu yerda Safaviylar qo'shinlari Shoh Ismoil I boshchiligida o'z hududini himoya qiladi. Marv yaqinidagi hal qiluvchi jang bu tarixiy voqea nafaqat harbiy qudrat, balki siyosiy ta'sir uchun ham kurash sifatida kechadi. Muhammad Solih bu voqeani badiiy uslubda, ammo aniq faktlarga tayangan holda tasvirlaydi. Bu jangda har ikki taraf yo'qotishlarga duch keldi. Ammo hal qiluvchi lahzada Shoh Ismoil qo'shinlari ustun keladi va Shayboniyxon halok bo'ladi. Mazkur voqealar
Shayboniy noma asarida aniq faktlarga asoslangan holda yozilgan. Muhammad Solih o'z davrining guvohi, u hodisalarni bevosita kuzatgan, ayrimlarda ishtirok etgan inson. Shu sababli asarda subyektivlik ham bor. Biroq aynan shu subyektivlik orqali davr ruhi, siyosiy kurashlar, hokimiyat uchun bo'lgan murosasiz raqobat yaqqol namoyon bo'ladi. Endi Shayboniy nomaga tarixiy hujjat sifatida qaramaymizda. Tarixiy hujjat sifatida qaraganimizda hozirgi talab o'rinli bo'lar edi. Bu bir badiiy asar. Badiiy asar bo'lgandan keyin unda bo'rttirishlar, mubolag'alar bo'ladi. Baribir nima deydi? Shoir xalqi, ijodkor xalqi qaysi hukmdorning qo'lida bo'lsa, o'shani manfaatini himoya qiladi. Bu tabiiy narsa endi. Chunki kimdan yaxshilik ko'rsa, o'shani yaxshiliklarini oshiradi, yomonliklarini yashiradi. Muhammad Solih ham shunaqa bo'lgan. Endi bu uzoq yashagan o'zi, 90 yilga yaqin yashagan. Keyinchalik misol uchun o'zi 1506-yilgacha bo'lgan voqealarni yoritgan, 5 yil, 6 yillik voqealarni, keyin bundan keyin ham Muhammad Solih 30 yil yashagan. 1535-40-yillar oralig'ida vafot qilgan deyshadi, 90 ga borib. Endi baribir bu demak Shayboniylarda kuchaygan paytini, Shayboniyni tanazzulini Shoh Ismoil Safaviy bilan bo'lgan jangda o'ldirilgan-ku, nimada Qurshovga tushib qolibdi. Ularni ham ko'rgan. Keyingi mana misol uchun Ubaydullohxon taxtga o'tirishini ko'rgan va undan keyingi Ubaydullohxongacha bo'lgan holatlarda ham Buxoroda yashagan oxirida. Demak, lekin shu yillar haqida yozmagan, shu bizga hozircha so'z yuritishimiz mumkin bo'lgan narsa faqat Shayboniy noma dastoniga asosidagina Muhammad Solihning ijodi haqida so'z yuritishimiz mumkin. O'ziga yarasha iste'dodli, yaxshi bir shoir bo'lgan, o'zbek adabiyotida, o'zbek xalqining hayotida bo'lgan bir katta bir hukmdor haqida bir daston yozib qoldirgan. Bu dastoni demak 500 yil naryoqdagi bizni o'zbek tilimizni bir qay holatda bo'lganligini bizga eslatib turadigan, bizga bir saqlab turadigan bir badiiy obida sifatida biz uchun qadrli. Shayboniy noma Markaziy Osiyo tarixini o'rganishda bebaho manba. Bu orqali biz Shayboniylar sulolasining siyosiy faoliyati, davlat boshqaruvi, harbiy strategiyasi va ijtimoiy hayotini to'liq tasavvur qila olamiz. Xulosa qilib aytganda, Muhammad Solihning mazkur asari nafaqat tarixiy asar, balki butun bir davrning ilmiy portretidir. Ushbu asar orqali biz nafaqat voqealarni, balki o'sha davr odamlarining dunyo qarashini ham anglaymiz.